Здравствуйте, дорогие ученики! Добро пожаловать в наш курс «Просто говори». Salom, aziz o'quvchilarim. Bizning kursimiz «Просто говори», ya'niki shunchaki gapir darsimizga xush kelibsiz. Darsni bizlar rus tilini aynan nolidan, ya'niki rodlardan boshlaymiz. Смотрите, rus tilida rodlar asosiy fundament vazifasini bajaradi. Chunki rodsiz shunchaki oddiygina gapni to'g'ri, gрамотно tuza olmaysiz. Поэтому давайте начнем изучать русский язык. Так, rod imen существительных, ya'niki rod faqat otlarda bo'ladi. Qolgan so'zlar esa sifatlar, sonlar, olmoshlar o'sha so'zning rodiga qarab moslashadi. Дальше будем изучать. Bu darslar davomida ko'rib borasiz. Давайте eslab ko'ramiz, baribir maktab programmasidan ham bilasiz. Rus tilida nechta rod bor edi? Qanday? Мужской род, женский род, средний род. Молодцы. Qani, birinchi boshlab женский rodni eslab ko'ramiz. Qanday boshlanar ekan? Qanday o'rganamiz? Женский rod. Da, oxirgi harfiga qaraymiz. Oxirgi harfi qaysi harflar bilan tugash kerak ekan? A hamda ya bilan. Теперь ma. Oxirgi harfiga e'tibor beramiz. A. Mama kim edi? Молодцы. Семья. Oxirgi harfiga e'tibor beramiz. Ya. Semya nima edi? Oila. Parta. Tyocha. Aha, xola, amma deyishimiz mumkin. Teper, undan tashqari ozgina biz uchun qiyinchilik uyg'otadigan, qiyinchilik tug'diradigan joylari mягкий знакli so'zlar. Chunki mягкий знакli so'zlar женский rodda ham bo'lishi mumkin, мужской rodda ham. No, e'tibor qilamiz, основной, baribir ham ajratishimizga, baribir ham yodlashimizga to'g'ri keladi. Основной holatlarni eslab qolishingiz kerak bo'lgan holatlarga e'tibor bering. Ch mягкий знак bilan tugasa, точно женский rodda. Ж мягкий знак, sh mягкий знак, ost mягкий знак, est mягкий знак bilan tugaydigan bo'lsa, bu женский rodga tegishli so'zlar. Keling, ночь. Qani kim biladi ночь nima edi? Tarjimasi kim biladi? Da, молодцы, tun degani. Rosh bu bug'doyning bitta turi, qora bug'doy deymiz. Вот. Дальше мышь, kim biladi nimadi? Мышь. Кто знает? Sichqon degani, rебят. Так, молодость, demak, qani молодость so'ziga e'tibor beryapmiz. Nima bilan aniqlayapmiz? Женский. Aha, молодцы. Свежесть. Aha, est bilan. Так, endi мужской rodga e'tibor berasiz. Мужской rod so'zlarning oxirida barcha undosh harflar bilan tugagan so'zlar, tugagan otlar мужской rodga tegishli. Qani, unli undoshlarni eslaymizmi, bilamizmi? Da? O, unli undoshmi? Aha, t. Молодцы, ребят. Так, теперь смотрите. Мальчик. Oxirgi harfiga qaraymiz. K harfi. Da, undosh harf bilan. Mальчик kim edi o'zi? Aha, bola degan. Stol. L bilan tugayapti, undosh harf. Karandash. Aha, sh bilan tugayapti. Xuddi shunday boya aytganimdek, мужской rodga ham tegishli mягкий знакli so'zlar bor. Основной окончание suffikslarga qaraymiz. Tel hamda ar bilan tugash kerak. Masalan, aytaylik, строитель yoki водитель bilan tugasa yoki учитель. Qani учительda qaysi suffiks bor ekan? Учитель. Молодец. Библиотекарь. Библиотекарь kim? Aha, kutubxonachi. Молодцы. Теперь дальше будем посмотреть. Bilasiz, har qanday qoida bo'lsa, обязательно исключение holati bo'ladi. Исключение holati, ya'niki qoidadan tashqari holat. Boya aytganimizdek, a hamda ya bilan tugasa женский rod degan edik. No, aynan erkak jinsini anglatuvchi so'zlar мужской rodda qoladi. Yana ayrim so'zlar bilan tanishtirib o'taman. Ular ham мужской rodda. Qani, papa kim edi? Da, ota deyishimiz mumkin. Dядя. Aha, дедушка. Bobo da. Так, юноша. Bu o'spirin yigit degani. O'spirin yigit. Sudya. Aha. Keling, sudya ayol kishi ham bo'lishi mumkin-ku deb so'rashingiz mumkin. Shunday savol uyg'onadi.
Kasblarga oid so'zlar agar masalan учительница deb alohida женский мужской rodini ko'rsatilmagan bo'lsa, основной мужской rodda bo'ladi. Так, kofe хотя bilan tugatgan bo'lsa-da, мужской rodda beradi. Shuning uchun boya aytganimdek rod muhim degan edim. Masalan, bitta kofe, dайте один кофе yoki одно кофе demaymiz. Tak, penalti bilan tugabdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Penalti nima edi? Futbolda, правильно? Da, penalti bu chetdan kirib kelgan so'z и вообще qoidasi bo'yicha мужской rodda. Так, подмастерье, e'tibor beryapsiz? Bilan tugabdi. Так, подмастерье bu shogird yigit. Shu oldin yigit kishilarni shogirdga olishgan, o'shaning uchun подмастерье shogird ma'nosini anglatadi. Вот мужской rod da. Так, теперь средний rodga e'tibor beramiz. Средний rod anchagina oson. Окончанияsiga e'tibor beramiz. O hamda bilan tugaydi. Окно, da? Зеркало. Так, окно nima edi? Aha, зеркало. Ko'zgu, молодцы. Море. Здание. Нет, задание bo'lsa topshiriq. Здание. Bino. Яблоко. Ага, письмо. Xat. Молодцы. Так, теперь endi o'zingiz hozir bir nechta so'zlar beraman, rodga ajratib ko'rasiz. Так, pol. Qaysi rodda shunda? Aha, молодцы. Так, sumka. Qaysi rodda? Собака. Судья. Ага, мужской rodda. Молодцы. Так, unda keling kartina. Qaysi rodda? Aha, mужчина. Mужской rodda, da. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yerga mужской rodda aynan mужчина so'zini yozmadim, no erkak kishi degani. Можете добавить konspektlaringizga qo'shib qo'ying, mужчина yoziladi. Mужчина. Так, mужчина. Так, yana bitta so'z, keling. Mana храбрость. Qaysi rodda? Храбрость. Da. Так, boya aytganimdek OST мягкий знак deyapman. Вот talaffuz qilayotganingizda, masalan, mягкий знак ko'rinmasligi mumkin. No, talaffuz ancha yumshoq chiqadi. Masalan, храбрость, старость. Da, starost demayapman, aytyapman, starost. Aha, молодцы. Так, endi sizlarga topshiriq, keling. Har birimiz o'zimiz daftarlarimizga 4 tadan so'z yozamiz, 4 tadan. Yoki keling 3 ta bo'lsa ham mayli. Как раз bitta-bittadan tezlik bilan qani rodlarga so'zlar yozingchi. Hozir ishlatmagan so'zlarimizni. Ha, hammasiga bitta-bitta. Ozgina vaqt. Kim tayyor? Biladigan so'zlaringiz, elementarniy so'zlar qani? Tak. Atrofingizda ko'rinib turgan so'zlardan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kim tayyor? Bo'ldimi? Qani birinchisi rodga? Firuza. Forma. Qaysi rodda? Qani qizalog'im? Kniga. Qaysi rodda? Qani Laylo? Так. Дом. Молодец, молодец. Так. Давай. Дверь. Qaysi rodda? Нет, dверь мягкий знак bu yerda. Boya aytganimdek, da, женский rod. Masalan, tетрадь мягкий знак bilan tugaydi. Qaysi rodda deb o'ylaysiz? Женский rod. Словарь мягкий знак bilan tugaydi. Словарь ar. Мужской rod. Молодцы. Так, hurmatli o'quvchilar, endi uyga vazifa sizlarga. Demak, barcha rodlar uchun 5 tadan so'z yozib kelasiz. Ertangi darsda yana tahlil qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xuddi o'quvchilarimiz qatori sizlar ham
o'zlaringiz har bir rod uchun, женский, мужской, средний rod uchun 5 ta 5 tadan kommentariyada misollaringizni keltirishingiz mumkin. Agar darslarimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Biz bilan rus tilini oson o'rganing. Xayr!